Talablarga binoan qo'shiqlarimiz davom etadi. Rostmi hammasi tug'ma, kayfiyatni qochirar orqangdagi dumma. Shunday qobiliyating bor, hammaga ma'lum. Dada, size yangiligim bu. Ona yangimga yana nima boshladi bu? Dada, men endi o'zimga yarashadigan yangi kasb topdim. Qanaqa kasb? Ko'rsataymi? Ko'rsat ha? Qarang. Ona yangimga. Hamsa, tez uyima keling. O'z uyim bo'ladi uyimda. Yaxshimisiz? Nima gap? Bu kim? Zokir-ku o'g'lim. Zokir? Yana nimani boshladi bu? Ko'rasizmi? Nimani boshlaganini? Tur ko'rsat. Tur Ko'rsat. Tur bitta ko'rsat. Qalay? Bu nima bu? Bu zo'rlangan qurvaqqa raqsi. Ha, zo'rlangan qurvaqqa. Zo'rlangan hamsa ham bachasi raqsini ko'rsataymi bunga? To'xtang qani? Yana qanaqa raqslaring bor? Ko'rsat qani? Vobshe zo'ri bor. Qalay? Bunisi nima? Bu homilador pashsha raqsi. Endi isnot bu. Endi chidolmayman hamsa. Endi o'zim To'xtang qanamsa ham xatirdaman. Gap eshiting. Zo'r raqslarga menga yoqib Zokirjon zo'r. Menga qarang oxirigacha chidagalik oxirini ko'ra. Keyingisini ko'rsating, keyingisini. keyingisi nima? Keyingisiga vobshe zo'ri bor dada. Qalay? Bu nima? Bu bokira baliq raqsi. Duo qildim, hamsa bachangiz qiliqlar. Mana qaranglar, urvana cherma keltirdingizlar ikkovlaringiz. Qarab o'tiringlar, endi buvim olib kelaman, hozir ko'rasizlar. Hamsa ya. To'xtang. Ha? Nega urasan Mirza Terak? O'tir Ismat. Ona bilan ham o'tirib gaplashamiz, Ismat. Kim bu? Mana qarang, bu hamsa ham sana shu yomon tepadi men. O'zi gaplashing. Ismat? Hamsangi men ham ursam maylimi? Ibi mo'ylovingga u bitishkur, nega tepasan biron bolasi? Tug'ish qo'yurmidi? Men tolmadingizmi? Bacha paytim siznikidan sut olib ketaytimi? Sanga sut bergan sigirimda yelini chirasan. Nega urasan bolani? Ayt Ismatjon, ayt. Beqilib o'ynaydi diskotekalarda. Shunga. Bitta ko'rsat o'zing. Ko'rsat. Ana, ko'ryapsizmi uni? Ko'ryapsizmi? Ana shunday o'ynaydi-da. Nimasi yomon? Nimasi yomon Ismat? Zo'r o'ynayapti. Yaxshi-ku. Yaxshi-ku. O'zing qanday o'ynagansan? O'zing qanday o'ynagansan? Sanga shunday o'ynash yo'qyaptimi? Ha, o'zim yo'q. O'yna bolam. O'ynayveraymi? O'yna. Sana nima o'tiribsan? Tur o'yna. Tur. Hey, sahnaga chiqib unaqa maynovchilik qilmang. Hozir zamon boshqa. Yoshlar to'g'ri kelgan. Sun'iy intellekt degan narsalar chiqqan. O'y, sun'iy intellekt hamma ishni biz o'rnimizga sun'iy intellekt qo'yibdi. To'g'ri. Sizlarni o'rinlarga sun'iy intellekt qilyaptimi? Biz davrimizda o'zimiz qilardik. Sarganda dushman bostirib kelyapti. Chekinamiz. Kim bu? Sun'iy intellekt xatosi bo'lsa kerak-da bolam. Assalomu alaykum. Bugungi KKI chempionatiga yig'ilgan aziz muxlislar. Ha, KKI nimaga qiziqyapsizmi? KKI bu kim ko'p ichadi chempionatini ochiq deb e'lon qilamiz. Bugungi chempionatimizning asosiy ishtirokchilari bir-biriga o'ta dushman bo'lgan qo'shnilar. Ko'k burchakda o'sak Придется в эту яму сойти, в эти сети, тетки, масти, черт. Qizil burchagimizda esa Ismat Jure. Arashva peşim gazir po
Ambasan bobo, jon ambasan bobo. Yak budas, yak nabudas, yak bobo kayfi bobo. Ha, ishtirokchilarimizni o'yin maydoniga taklif qilamiz. Marhamat. Arrache pas péché mi copain. Bugungi chempionatimizning qonun qoidalari bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Birinchi qoida: arog'i kesikon, borjomi chortoq umuman mumkin emas. Ikkinchi qoida: berda ichib, uya borib yangani urish bo'lmasin, qaymi? Uchinchi qoida: hakamlari ichgandan keyin, ya'ni meni umuman so'kish mumkin emas. Pashyonaxi. Qay birinchisida kechiraman. Birinchi piyola. Fight! Bosh, trezmisizlar. Trezmi. Piyolani tegida qoldirish bo'lmasin. Demak, ikkinchi piyola. Fight! Mani Ismat Churri. Ana o Jek va Loyapayadagi devani yenga olmaydi ichish bo'yicha. Tushundingmi? Oshqozonim temirdan. Mani Trezmisizlar. Trezi biza. Piyolani tegida qolmadimmi? Yo'qolib ketdik. Unda uchinchi piyola. Fight! Sen hech narsani o'ylama, tushundingmi? Esingdami, u cho'y lambajo'rlarimiz borganda bizlar uxlatgandik, ichish bo'yicha chempiondik. Uni sen yutqizsan bugun, yer tishlatishing kerak, tushunabsanmi? Bobajon, bir marta esizdami, ichib kelib o'yda hammamiz quvamiz. Ana shu endi iching. Hamma uydagilar hammasi sizni televizordan qarayapti. Ana shu endi iching. Yo'raman! O'yinimiz qizg'in pallaga yetib keldi. Ishtirokchilarimiz hozir 7-piyola urmoqdilar. Fight! Ismat Churri nokaut. 1 2 3 4. Voy, Ismat Churri nokaut bo'lmadi azizlar. Va u bizga xarakter ko'rsatmoqchi bo'ldi azizlar. O'yinimizni davom ettiramiz. Bizda уже 8-piyola. Fight! Alo. Hamsiya? Bachangiz diskotekada o'ynab yuribdi. Menga qarang, Rams. Beraka o'tqaldi. Assalomu alaykum, ada. Ana. Nima bu? Adam uni Toshkentda talant deydi. Qishloqqa borsang padaringga la'nat deydilar. To'g'ri. Bilasanmi, men sen uchun qancha ter to'kkanman. Ada bitta ter to'kkaningiz muncha minnat qilyapsiz. Ibi, hamsiya to'kmasa sen qanday? Nimalar deydi? Nima deydi? Arkasidan choy tasha, nimalar deydi? Nimalar deydi? Yo'q, qiz bilan o'g'ilani bir-biriga beradi-ku nimasini. Xudolar. Ko'rmishlar? Rahmat, Xudo yaxshi. Maqsada o'ting, maqsada. Endi Xudojon, to'y ham mana bir hafta qoldi. Shu to'yga ketdik, narsalarni siz aytib o'tirsangiz biz yozib olishga kelandik. Ha, bo'lmasa yozing. 5 kilo nima? Nima? Qaynoq suv ichiga tashlanadi-ku. Ko'k choy. Ha, ko'k choy, ana bu ko'k choy yozing. Keyin oti ana buncha nimasidan? To'yda o'tir nimasini kim yeydi? Shu ustiga qo'yiladi-ku. Qazida. Qazi, ha, ana shu. Qazi ekan, qazi. O'zing to'yda har bitta ayola bittadan nima? Uncha ayola nimani qayerdan topamiz, Xudo? Nima shu? Boshi turga qan? Nima aytdi boshqa bog'lanadi? Ro'mol, ha, ro'mol yozing. Ha, ro'molmi? Xudo asosiysiga o'tsak. Endi qizimni 20 yil onasi nima berib kattaragan? Nima berib? Berib. Ha, to'g'ri gapirdi. Ana sut berib kattaragan. Shuning uchun qalin puliga pul so'ramayman. Bitta menga qap-qara katta nima bo'lsa,
Men xursand bo'laydim-da sizdan. Xudojon, mandaligi qarasi bor. Lekin siz o'ylagandek katta emas. Ruyli bor-ku, nima aytdi u ruyli? Jentra. Ha, qara jentra bo'lsa men xursand. Jentra? Bo'lmasa sizlar rostdan ham bitta katta qara nima?